Hurmatli qo'y burji vakillari, sizlarni o'zimni kanalimdan ko'rib turganimdan xursandman. Mening ismim Sulviya va biz sizlar bilan 12 uy deb nomlanadigan 12 domov deb nomlangan o'sha taro bashoratni ko'rib chiqamiz. Yillik taro bashorat bo'ladi 2026-yil uchun. Har tomonlama, har soha, har yo'nalishda sizni bitta hozir o'sha yil mobaynida nimalar bo'lishini hayotingizda ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Birinchi dom bu lichnost, sizni xarakteringiz, siz haqingizda, siz kimsiz. Siz nimadandir yil davomida xafa bo'lganday ko'rinasiz, nimadandir ko'nglingiz uncha to'lmaydigan inson bo'lib ko'rinyapsiz. 2026-yil. Kimdadir o'sha aynan moliyada, o'sha oila a'zolarida o'sha nimadandir qanaqadir ish balki o'xshamasligi mumkin. Balki umuman olganda o'sha sizga nimadandir ko'nglingiz to'lmayapti. Eng asosiy o'sha energetika ko'proq sizda, o'sha siz nimadandir ko'nglingiz to'lmaydi va o'sha narsadan xafa bo'lasiz va bu degani sizga keladigan takliflarni hammasini ham o'ylab ko'rgingiz kelmasligi ham mumkin. Ikkinchi dom bu sizni o'zingizni ishlab topadigan pullaringiz, sizni samatsinkangiz. Sizni ishlab topadigan pullaringiz sizni o'zingizga bog'liq, o'zingizni ishlaringiz yo'llari orqali pul topishingiz mumkin. Meni ko'rayotgan ko'pisi bizada o'sha mistikaga, magiyaga, sehr joduga tegishli bo'lgan insonlar ham ko'rayotgan bo'lishi mumkin, chunki u karta o'sha mistika, magiya bilan shug'ullanadigan insonlarni ham ko'rsatadi. Shu yo'l bilan shug'ullanayotgan inson bo'lsangiz, demak o'sha sizni pul topishingiz siz o'zingizni qo'lingizda va shu yo'l orqali murojaat qilishingiz mumkin. Agar kimdir bu ish bilan shug'ullanmasa, balki siz shunaqa ish bilan shug'ullanadigan kimdir bir qanaqadir insonlarga murojaat qilishingiz mumkin, sizni hayot yo'lingizni ochib berishlari uchun. Uchinchi karta bu sizni atrofingizdagi odamlaringiz va o'qish, tanish, shunaqa narsalar. Atrofingizdagi odamlaringiz ko'proq sizni o'sha sud yoki bo'lmasa o'sha qanaqadir bir ishxonada mana bu qonunlarga tegishli bo'lgan joylarda ishlaydigan insonlarga tegishli bo'ladi. Balki shu insonlar bilan sizni qanaqadir muhim vaziyatda qanaqadir aloqada bo'lishingiz mumkin. Balki qanaqadir yuridiskiy sohada yuristlar bilan muloqotda bo'lishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa sizga murojaat qiladigan klientlar shular bo'lishi mumkin. Qanaqadir gos organlar mana shunaqa aynan qonunga tegishli bo'lgan insonlar ko'pincha siz atrofingizda ko'rinmoqda 2026-yil. Aynan nima mojaro, nima masala bo'yicha men bilmayman, lekin ko'pincha mana shunaqa qonunga asosan qonunchilikda yuradigan, qonun doirasida ishlaydigan insonlar ko'rinmoqda. 4-dom bu sizni oilangiz, oila a'zongiz, uy. Kimdir balki uy olish niyati bo'lsa, haqiqatan uy olishi mumkin. Kimdir ko'chmoqchidir, bir nima boshlamoqchi, uyda bir nima boshlamoqchi. Balki siz kimdir uyda remont boshlamoqchidir. Balki kimdir o'sha hujjatlar bilan tegishli bo'lgan o'sha muammolar paydo bo'lishi mumkin uyda. Mana shunaqa g'oyalar paydo bo'lmoqda. G'oya bor, lekin hali bu degani g'oya bor degani. Bu degani hali harakat bor degani emas. Harakatni siz endi qilasiz. Lekin g'oya bor. G'oyani ustida yaxshilab yana ishlash kerak bo'ladi. Hamma detallarini o'rganish kerak bo'ladi yaxshilab. Qo'ng'iroqlar, hujjatlar, bular hammasi bor. Bundan tashqari balki kimdir o'sha to'y marosimlar bo'layotgan bo'lsa, o'sha oila a'zolaringiz balki ko'payishi mumkin. Shunaqa yangiliklar sizga keladi. 5-dom bu sevgi va siz qiziqadigan hobbilaringiz. Sizni qiziqishlaringiz uydagi a'zolaringizga bilan o'rtalaringizda o'sha uydagilaringiz bilan o'rtalaringizda qanaqadir mojaro keltirib chiqishi mumkin. Sizning qiziqishlaringiz o'sha sizni o'zingizni ichingizdagi intilishlaringiz balki siz o'zingizni ichingizdagi qanaqadir bir qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Demak, masalan, olaylik, bironta qiziqishingiz bo'lsa, hobbingiz, o'sha ishni qanday to'g'ri olib borish bo'yicha balki qiynalayotgan bo'lishingiz mumkin. Kechalari bilan uxlolmay, azob chekib chiqayotgan bo'lishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, o'sha sizni qiziqishlaringiz, olaylik, o'sha yuridiskiy xodimlar bilan
zakon bilan yuradigan, qonun bilan yuradigan xodimlar bilan to'qnashib kelishga majbur bo'lsangiz, uydagi qarindoshlaringizga ham ta'sir qilsa, balki shuni ustiga o'sha qarindoshlaringiz bilan, uy a'zolaringiz bilan, uydagilaringiz bilan o'sha urush munosabatini keltirib chiqarishi mumkin. Mana shunaqa ozgina qiyinchiliklar, tushunmovchiliklar yuz berishi mumkin. 6-dom ish va sog'liq. Ish tomondan kimdadir yopiq karta chiqdi. Shuning uchun men qaytadan yana bitta karta ochdim. Yopiq karta chiqqani sababi balki kimdir qaysidir sababga ko'ra o'sha государственный ishlarda ishlolmasligi mumkin. O'sha uchun o'sha sizda ish yo'qligini ko'rsatmoqda. Chunki siz o'zingizga o'zingiz ishlayotgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun yopiq kartadir. Bir xillarda esa ishxonadan qanaqadir o'sha xafagarchilik yuz berganligi sababli hozirda o'zini pozitsiyasini himoya qilish kerak va u himoya holatida pozitsiyasida turibsiz. Balki qanaqadir bir o'sha insonlar bilan ko'ringiz kelmayotgandir, gaplashgingiz kelmayotgandir. Agar sog'liq jihatdan qarasak, o'sha ishingiz ham sizni sog'lig'ingizga ham ta'sir qilishi mumkin. Bosh og'riqlar qanaqadir paydo bo'lishlari mumkin, ko'zingizga ta'sir qilishi mumkin, davleniyangiz ko'tarilib tushishi mumkin. Mana shunaqa jihatlarni ham keltirishi mumkin. Holatlarni o'sha holatlarga e'tibor bering. O'zingizni himoya qilishingiz kerak. O'zingizni organizmingizga e'tibor berishingiz kerak, chunki emotsional fon bu sizga ertaga butun tanangizga ham zarar yetkazishi mumkin, естественно. Shuning uchun himoya pozitsiyasida turganingizni sababi siz balki o'zingizni ozgina o'sha emotsional tarafdan, emotsiya tarafdan, his tuyg'u tomondan ozgina o'zingizni qo'lga olish niyatidadirsiz. Qo'rqmasangiz bo'ladi, baribir o'sha himoya qilish pozitsiyasida baribir qo'lingizdan keladi o'zingizga o'zingiz o'sha yordam berish. Boshqa o'sha yaxshi ko'rmagan odamlaringizdan qandaydir o'zingizni olib chiqa olasiz qiyin holatdan. Agar magiya tarafdan qarasak, balki sizga защита qo'yish kerak bo'lishi mumkin. Mana shu har jihatdan o'zingiz qarab chiqing, nima to'g'ri kelishi. 7 bu 7-dom bizada partnyorство, то есть bu bizada kelishuv, kollektivniy kelishuvlar. Qanaqa kollektivniy kelishuvlar bo'ladi, hozir qaraymiz. Kimdir balki o'qishga kirishi mumkin. O'sha o'qishga kirsangiz, siz o'sha договор, kontraktlarni qo'yishingiz mumkin va o'qishga borishingiz mumkin. Qanaqadir kimgadir qo'y burji vakillarimizga o'sha o'qishga kirish imkoniyati bor 2026-yil. Shunga dokumentlarga qo'l qo'yish va o'qishga borish niyatingiz bor. Kimgadir agar ish qidirayotgan odamlar bo'lsa, o'sha ish topish imkoniyati bor va o'sha bemalol ishga sizni birinchi o'quvchi sifatida oladilar, o'rgatib boradilar. Bu degani darrov sizni ishga oladilar degani emas, lekin sizga o'sha vaqtinchalik ishga oladilar. O'quvchi sifatida birinchi o'rgatadilar va qarashlari mumkin. G'oya bor, lekin bu hali hammasi harakat degani emas, harakat hali qo'lingizda. Bu hali endi boshlanish holati. Mana shunaqa momentlar bo'lishi mumkin. Agar kimdir ish jihatdan qarayotgan bo'lsa, bizneslari masalan bor odamlar, o'zi qo'lda ishlayotganlar bo'lishi mumkin. Bu ham sizga o'sha yangi qanaqadir kelishuvlarni boshqa insonlar bilan, boshqa hamkorlar bilan yangi kelishuvlarni ko'rsatadi. 8-domimiz bu bizning krizis va transformatsiyamiz. Bizda sizlarda 26-yil haqiqatan ham krizis transformatsiya yuz beradigan payt. Bu boshqa odamlarga nisbatan tegishli bo'lgan pullar bo'lishi mumkin. Bu yoki bo'lmasa bu sizni ichki dunyoyingizdagi o'sha ichki qo'rquvlaringiz bo'lishi mumkin. Ichki qo'rquvlaringiz qanaqadir yangi kelayotgan imkoniyatlardan bor. Buni ustida siz ishlashingiz kerak bo'ladi. Sizga ishlashga balki qanaqadir o'sha psixologlar yoki shunga o'xshash holatdagi bir kerakli mutaxassislarga murojaat qilsangiz, o'sha aynan sizga tegishli bo'lgan ishingiz bo'yicha mutaxassislarga murojaat qilsangiz, sizga yordam berishlari mumkin. Chunki bir o'zingizni qo'rqqan o'sha qo'rquvlaringizdan chiqib ketishingiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun siz o'zingizni uxlash o'sha uyqu va rejimini va o'sha sizni hozirgi bo'layotgan ichki
qo'rquvlaringizni kontrol qilishingiz kerak bo'ladi. O'sha ustida ishlashingiz kerak bo'ladi. 8-dom bu bizning sayohatimiz, dunyoqarashimiz. Dunyoqarashingiz ancha kengayishi ehtimoli bor. Nimaga deganda, sizga balki dunyoqarashingizda o'sha boshqa insonlar kirib kelishi mumkin hayotingizga. Kimdir agar sayohat qilmoqchi bo'lsa, sayohat uchun balki kredit olish niyati bordir ba'zi insonlarning. Endi bu o'zingiz qarang, qanchalik darajada sizga o'sha kredit olish to'g'ri kelishi mumkin sayohat uchun. Keyinchalik o'sha narsani keyin to'lab bera olasizmi yo'qmi, bu sizga bog'liq. Sayohat qilish ham imkoniyatingiz bor va o'zingizni atrofingizdagi o'sha insonlarni o'zgartirish, o'sha odamlar o'zgaradi atrofingizdagi. Blogerlik, kim blogerlik ishi bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, o'sha podpисчиklaringiz ko'payadi. O'sha podpисчиklaringiz orqali pul kelishi ham mumkin agar shu ishlar bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, men boya aytganday. Shunaqa narsalar bor. Xo'p, 10-domimiz bu bizning ishxonamiz, karyera, status. Kimdadir haqiqatan ham ishdan ketishi mumkin. Agar ish tugab ishdan ketayotgan bo'lsa va o'zining qo'lida ishlashni boshlashi mumkin. Kimdir masalan ko'chishi mumkin boshqa chet el davlatga yoki boshqa shaharga. Ko'chganligi sababli balki o'sha ishdan ketib, ish joyini almashtirishi mumkin. Lekin ko'p kishilar o'zining qo'lining ostida ishlashi mumkin, ishlashni boshlashi mumkin. Mana shunaqa momentlar bor. To'y sizni statusingiz ham shunga qarab o'zgaradi demoqchiman. Maqsadlaringiz o'zgaradi. 11-dom bu bizning do'stlarimiz va orzu-havaslarimiz. Ba'zi qo'y burji vakillarining oldida haqiqatan ham do'st dugonasi bo'ladi. O'sha do'st dugonasi sizga, sizni tinchlantirishga, sizni o'zingizni qo'lga olishga, garmoniya hissini berishga, ichki dunyodan yordam berishi mumkin. Maslahatlar to'g'ri berishi mumkin. Sizga dalda bo'lishi mumkin. Agar buni olib qarasa, bu o'zingiz desak, ayol kishi desak, bu sizni o'sha qo'ygan maqsadingiz, oldingi maqsadingiz hayotingizda mana shunday zo'r har narsaga erisha oladigan ayollar sifatida o'zini kelajakda o'sha har tomonlama o'zini yaxshi tiklab olgan ayol sifatida ko'rish, samatsankasi yaxshi, topishi, tutishi, barqarorlik har jihatdan. Va boshqa tarafdan yana bir qarasak, bu karta vedmalarning kartasi. Vedmalarning kartasi bu degani kimdir balki o'sha maqsad qo'ygandir, o'zini mana shunday yaxshi chiroyli o'sha holatga olib chiqish, statusini o'zgartirish. Mana shunaqa maqsadlar bo'lishi mumkin 26-yil. 12-dom bu bizani karmamiz hisoblanadi. Bizani o'zimizni o'sha xayolimiz, o'zimizni ichki dunyomiz. Haqiqatan ham siz yangi bosqichga qadam qo'yasiz. 26-yil siz uchun imkoniyatlarni ochib beradi, yangi imkoniyatlarni. Kimdir haqiqatan ham internetda ishlab pul topishni boshlashi mumkin. Kimdir haqiqatan ham sayohat orqali ko'proq sayohat qilish boshlashi mumkin hayotida. Kimdir haqiqatan ham yangi ish boshlashi mumkin umuman hayotida. Bunga hammasiga bemalol kuchingiz ham yetadi, imkoniyatlar ham paydo bo'ladi va haqiqatan ham kimdir o'sha ishdan ketadiganlar inson bo'lsa, o'sha haqiqatan ham ishdan ketib boshqa yangi ishlar imkoniyatini ochishi mumkin o'ziga. Bu kuchli karta durak, bu degani, bu yangilanish degani. Bu yangilanish va o'sha siz qanaqadir bir bosqichdan, qiyin bosqichdan o'tyapsizda, nimadirni tugatyapsizda va yangi hayotga qadam qo'yapsiz. Lenormand orakulda agar qarasak, haqiqatan ham karta transformatsiyasini kelib ko'rsatib beradi bizaga. Chunki bu yerda bizada o'sha haqiqatan ham sizda hayotingizda nimadir yakunlanayotganini ko'rsatyapti va haqiqatan ham siz qanaqadir yangi hayotga qadam qo'yayotganingizni aks ettiryapti keyingi kartalar ham. Nimaga bunday deyapman? Chunki haqiqatan o'sha tugash vaqti kelyapti, status o'zgaryapti.
Buni qarang, kimdadir haqiqatan ham ishdan bo'shash mumkin. Yana bir marta men aytganday o'sha holatlar takrorlanyapti. Buni qarang. Yana bu kartalar Orakul ham o'sha maslahatga shuni aytayaptiki, o'sha orqada qolayotgan, eski qolayotgan qiyinchilik holatlarni tugatish kerak va yangi hayotni boshlash kerak deyapti. Bu qiyinchiliklar sizni xursand qilishi mumkin. Bular hammasi vaqtinchalik. Albatta buni lekin o'tish kerak. Bu sizni karmangiz. Uni o'tgandan keyin sizga yangi imkoniyatlar ochiradi va o'sha yangi imkoniyatlardan keyin qanchalik darajada odilona foydalanish bu sizni qo'lingizda. Siz uchun hech kim qaror qabul qilmaydi. Hammasiga siz o'zingiz javob berasiz. Xo'p, mana shunaqa chiroyli bir holatda sizlar bilan o'sha raskladni tugataman. Yoqqan bo'lsa, izohlarda o'zingizni fikrlaringizni qoldiring. 2026-yil Qo'y burji vakillari uchun juda ham chiroyli vaqt bo'layotgan transformatsiya. Siz ham ichki hissiyotda ham, tashqi hissiyotda ham ko'p narsani o'zgartirasiz hayotingizda. Omad.